ota-onalar bolalarini xatniga olib kelayotganda eng ko'p qiladigan xatoligi. Birinchisi bolani noto'g'ri tayyorlab olib kelish psixologik. Ya'ni bolani xatni bilan qo'rqitish emas, to'g'ri tushuntirish, to'g'ri ma'lumotlar berish. Shunga kirib o'tadi psixologik davleniya. Chidab tur, ozgina og'riydi, hech nima qilmaydi, bizada ham bo'lgan, akinam chidagan, bola stressga tushib qoladi. Keyingisi xatnidan keyingi muhit. Hamma qarindoshning tepasiga chaqirib olib, bolani stressga tushirish. Yana u переживать qilib panikaga tushadi. Shuning uchun bolani xatnadan oldin ham, keyin ham o'z holiga qo'yib, bekorga biz ham sharoitlarni qilib qo'ymaganmiz. Biz xatniga olib kirishdan oldin tushuntirib, ko'rsatib, ozgina u bilan kontaktga kiramiz. Ichkarida ham gaplashib, savollar berib, nimadirlarni so'rab, o'sha javob berguncha chalg'itib xatni o'tkazib olishga harakat qilamiz. Qachonki bola shunga tayyor bo'lsa. Mana bitta kirmasdan arillab yig'lab turadi-da, "Voy doktor, yig'lamaydimi?" Bu ko'rib turibsiz-ku bolangizni, bilasiz xarakterini. Shu xarakteri mana shunaqa bo'ladi deyman. Shuning uchun mana shunaqa bolalar xatniga yig'lab kirib chiqishni xohlamasanglar, to'g'ri tushuntirib, o'rgatib, tayyorlab, olib kelib, shundan keyin xatnasini chiroyli o'tkazib beramiz. Va eng oxirgisi, shu eng muhimi, biz har doim xatni qilgandan keyin shu xatnadan keyingi bo'lgan parvarishni onlayn Telegramga yuborib qo'yamiz va undan tashqari shu yerda o'zida og'zaki qisqacha tushuntirib o'tamiz. Shuni agarda aytganimizdagi to'g'ri qilib bersanglar bo'ldi deb tushuntiraman har doim. Shunda nimadir qo'shimchalarni qo'shib yoki noto'g'ri qilsanglar, unda o'zi problema chiqishi mumkin. Agar biz aytgandek xatnamni parvarishini qilib